ketdi. Birinchi zarbani qaytar va omad bilan boshlaylik. Duravkan to'p oldida zarba yo'llandi. Abduvohid topgandek edi-yu, salgina, ozgina hozir hal qilish kerak. Beyranbandga qarshi. Eldor zarba! Biroba! O'sha qilamiz. Orbani. Zarba. Ruxsat berildi. Zarba. Iskandarov ham markazga. Zarba yaxshi. Ne'matov. Qarazan Shatbor. Abdullayev. Judayam ishon. Ana yana bittami? Yana bitta bo'ldi. Zarba yaxshigina pushkasi bor Rustamning ham. Ana Shurmatovning zarbasi kuchli tepdi. Ne'matov hozir qahramonga aylanishi mumkin. Va aylandi. Beyranband chalg'itishga qancha harakat qilmasin, Akmal sovuqqon futbolchi. Ishonamiz. Zarba! Gol! Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta penaltilar. Bu o'rtoqlik turniri, lekin mayli bir yutuq. Eron ustidan erishilgan har qanday g'alabamiz yutuq. Va mana milliy jamoa futbolchilari, shtab a'zolari hamma birgalikda g'alabani nishonlamoqda. Abduvohid albatta. Abduvohid Ne'matov